Endi siz xonadoningizni muammosiz isitasiz. Mana bu isitish qozoni tabiiy gazni 38% gacha tejaydi. Ya? Zo'r-ku. Isitish qozoni. Tejamkor. Ya? Bobojon, Nima deysan? men ko'chada birpas o'ynab kelay. Mayli. Hey, uzoqqa ketib qolma. Eshitding-a? Ha? Bora qol. 38% gazda tejaydi. Ya qoyil. Ha bizni qozonlardan juda ham tejamkor. Ya? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, Ey, salomatsizmi? Mana bu yangilikni ko'r. Aha, nima Mana bu yangilik? yangilikni ko'r. Isitish qozoni. Qara. Gazni 38% tejar ekan. Biznikidan bu a'lo-ku. Qo'y. Qara, mana o'zing ko'r. Buni qayerda topsak bo'larki, bilasanmi? Buni hozir xo'sh. Hozir ishdan kelayotganda mahalla gazchisiga ko'zim tushgandi. Keling shuni xonadonimizga chaqiramiz. Oybejon nima? Ha. Ya juda ham yaxshi bo'lardi bolam. Shuni chaqiraylik xonadonga. Chaqiraylik. Qara. Ma'lumotlarga qo'ng'iroq qil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oybek aka, salomatmisiz? Antarika yaxshimisiz? Rahmat. Oybek aka, biz xonadonimizga tejamkor isitish qozonlari o'rnatmoqchi edik. Tavsiyangiz kerak-da. Tushunarli. O'zi ayni damda bizni mahallangizda edim. Hozir kirib o'taman. Xonadonda bo'lib turamiz, sizni kutamiz. Hozir 5 daqiqada yetib boraman. Rahmat. Juda yaxshi bo'ldi-da bolam. Juda yaxshi ish qilding-da. Bo'lmasa Oybekjonni kutib olaylik. Aha, 38% agar tabiiy gazni tejaydigan bo'lsa, ana endi limitdan ham oshmas ekanmizda, ijtimoiy normadan. Juda ham yaxshi. Men qoyil qoldim bolam. Aha, xarajatimiz kamayarkan. Unda mahalla gazchisiga biz keling isitish qozonlarini ko'rsataylik, balkim buni tavsiya qilsa, buni o'rnatamiz bugundan qoldirib. Yaxshi. Qani Yur ketdik. bolam. Yur. Yura qol. Oybekjon keling. Xush kelibsiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan, uydagilar tinchmi? Dadam hozir 38% tabiiy gazni tejaydigan isitish qozonini telefondan tomosha qilib qoldi. Shunday. Shu haqida ma'lumotingiz kerak. Endi o'zimizda ham bor desam gapga ko'nmayapti. Qani, qaysi biri afzalligini o'zingiz ko'rib aytib bering Qani, Oybekjon. keling. Qani marhamat. Yuring, marhamat. Bu birinchi isitish qozonimiz. Shunday. To'g'ri, bugungi kunda ko'plab xonadonlarda mazkur gaz jihozidan foydalanib kelinmoqda. Energiya samaradorlik ko'rsatkichlari yaxshi natijani qayd etgani bilan hozirgi vaqtda bundan ham energiya tejamkor, samaradorligi yuqori bo'lgan gaz jihozlari mavjud va amaliyotga tatbiq etib kelinmoqda. Dasturdagi ma'lumotlarga ko'ra, bir oylik iste'mol fevral oyida 1000 metr kubni tashkil etgan. Shunday. Aynan o'sha 1000 metr kubning hozirgi vaqtdagi hisob-kitobi va keyinchalik o'sha 38%lik energiya samaradorlik, ya'ni tabiiy gazni iqtisod qilib beradigan isitish qozoni o'rnatgandan keyin qancha tabiiy gaz iqtisod yoki bo'lmasam qancha mablag' qilinishini hisob-kitoblarni ko'rsatib beraman. 1000 metr kub fevral oyi iste'moli bazaviy me'yor bo'yicha 500 metr kubni biz 1 metr kub gazning narxi 650 so'm etib belgilangan. Yana o'sha bo'yicha ko'paytiriladi. 325 ming so'm tashkil qiladi. Qolgan yana 500 metr kubni 1,5 ming so'mga ko'paytiramiz. Bu hisob-kitobga ko'ra 750 ming so'mni tashkil etadi. Jami bir oylik iste'mol 1,75 ming so'mni tashkil qilgan. Ya'ni fevral oyida 1,75 ming so'mlik tabiiy gaz iste'mol qilingan. Birinchi ko'rsatib o'tilgan isitish qozoni o'rniga 38% energiya tejamkorlik gazni iqtisod qilib bera oladigan gaz isitish qozoni o'rnatilsa, Xo'sh. 1000 metr kubimizning 38% 380 metr kubni tashkil etiladi. Bu esa 620 metr kub tabiiy gaz bir oyda iste'mol qilinishini ko'rsatib o'tadi. 620 metr kubning 500 metr kubi bazaviy me'yor bo'yicha
650 so'mga ko'paytiriladi. 325 ming so'm. 120 metr kub gaz hajmimizni biz 1,5 ming so'mga ko'paytiramiz. 180 ming so'm tashkil etadi. Jami bir oylik iste'mol 505 ming so'mni tashkil etadi. 505 ming so'm siz tabiiy gaz iste'mol qilasiz. Natijada 570 ming so'mlik gaz hajmi iqtisod qilinadi. Ana. Isitish mavsumi davomida ushbu iqtisod qilinadigan mablag' 570 ming so'm 4 oylik isitish mavsumi davomida 2 million 280 ming so'mlik mablag'ni tejash imkoniyatini beradi. Mana sizlarga bir oylik tabiiy gazning tejalishi va isitish mavsumi davrida iqtisod qilinadigan gaz, uning mablag'lari to'g'risida to'liq tushunchalarni berdim deb o'ylayman. Demek unday bo'ladigan bo'lsa o'g'lim Alisher, bu ishni kechiktirmasdan bugundan harakatni boshlaylik. O'sha isitish qozonni biz ham o'rnataylik, Oybekjon. Har oyda 1 milliondan to'lov qilgandan ko'ra shu isitish qozonini xonadonimizga o'rnatib, cho'ntakka foyda qilganimiz ham yaxshi ekan. Bo'lmasamchi. Aziz hamyurtlar, siz ham energiya tejamkor isitish qozonlarini o'rnating.